YouTube kanalimizdagi videolar, aynan shu qochirish bo'yicha videolarda ko'p marta takrorlaganimiz sun'iy urug'lantirishning vaqti juda muhim. Aynan mana shu unojinimiz masalasi bo'yicha biz akamiz bugun ertalab telefon qilgandilar. Mana hozir soat adashmasam 8-9 atrofida endi kelib unojinni urug'lantirdik. Agar biz bugun ertalab kelib qo'yganimizda katta ehtimol bilan erta bo'lgan bo'lardi urug'lantirish. Sababi unojinlar birinchi kuyuqishga kelishda aynan sigirlar ham bezovtalik holati kuzatiladi, oziqlanish kamayadi. Birinchi buni sabab anavlari, belgilari. Undan keyin shovqin qilib bo'kirish holati bo'lishi mumkin. Sun'iy urug'lantirish uchun o'sha holatlar tugagandan keyin, ya'ni kuyuqishni birinchi belgilari tugab, sabr qilish refleksi paydo bo'lib, sigir yoki g'unojin tinchib qolgandan keyin sun'iy urug'lantirish qilish tavsiya etiladi. Bu narsa bir kitobda yozilgan yoki osmondan olinayotgan narsa emas. O'sha 10 yillik, 15 yillik olingan tajribalarning natijasi.